Toshkent gumanitar fanlar universiteti talabalari diqqatiga. Universitet talabalari turar joyi siz uchun o'z chegirmalarini e'lon qiladi. Agarda siz kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan bo'lsangiz, yotoqxona summasi 600 ming so'm deb belgilandi. Sirtqi ta'lim shaklida tahsil olayotgan talabalarimiz uchun esa 700 ming so'mni tashkil etadi. Bu yerda sen o'qiysan, ijod qilasan va orzularingga yaqinlashasan. Chunki Toshkent gumanitar fanlar universiteti talabalar turargohi bu shunchaki yotoqxona emas. Bu sening ikkinchi uying. Tozaxona, yuqori darajadagi sharoit va do'stona muhit hammasi sening rivojlanishing uchun yaratilgan. Talabalar turar joyiga joylashmoqchi bo'lsangiz, hujjatlaringizni topshiring va qo'shimcha ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlar bilan bog'laning.